Men buyuk amirman. Yaxshi choyingizdan bering. Shu sizning yaxshi choyingizmi? Qanday xushbo'y. Bu piyola. Tatib ko'ring. Noyob barg yig'ilishi Piyola Goldning betakror hidi va ta'mini ochib beradi. Piyola esda qoladigan ta'm. Dada, siz ham choyshunosmisiz? Piyola Gold yaxshi choyning hidini saqlab qoladi. Dunyoni biz boshqaramiz deb o'ylaysizlarmi? Axir biz odamzod boshqa barcha jonivorlardan ustun turamiz-ku. Faqat bizgina bu sayyorada smartfonlarni yasaymiz, raketalarni kosmosga uchiramiz, to'g'rimi? Shunaqa deb o'ylaymiz. Qo'lingizga bitta qarang. Endi ko'chadagi tuproqqa yaxshilab qarang. Haqiqiy boshqaruvchilar ana shu joylarda. Faqat ular ko'zga ko'rinmaydi. Ular bu dunyoda shunchalik uzoq vaqt mobaynida mavjudki, odamzodni butun tarixi ular uchun bir zumgina xolos. Gap mana bu haqida. Qo'ziqorin. Boshqachasiga zamburug' yoki fungus. U bizning sayyoramizda birinchi dinozavrlardan avval bo'lgan va oxirgi odam o'lib ketgandan keyin ham qoladi. Siz qo'ziqorinni shunchaki ovqat deb o'ylagan bo'lsangiz, xo'sh, bugun sizni dunyoqarashingiz buralib qoladi. Chunki siz bugun quyidagilarni bilib olasiz. Butun bir mahalladan katta bo'lgan yirtqich qo'ziqorin qayerda joylashgan? O'simliklarni o'zini interneti borligi rostmi? Ularni o'zini soliqlari ham bormi? Qo'ziqorinlar qanday qilib xayolni boshqara oladi? Dunyodagi eng qulay metroni qo'ziqorinlar qurib berishi mumkinmi? Qanday qilib Venomning kostyumini qo'ziqorinlardan yasasa bo'ladi? Va shu bilan birgalikda har birimizni ichimizda biz bilmagan qo'ziqorinlar qayerdan paydo bo'lgan va ular xarakterimizni qanday qilib boshqarishadi. Xullas, salom, bu Texnoplov, men Sa'dulla Abdullayevman, Faris Ruslarda bir gap bor. Agarda nimadir ko'payib ketsa, как грибы после дождя deyishadi. Ya'ni yomg'irdan keyin qo'ziqorinlar ko'payib ketadi. Xuddi shunaqasiga har yili universitetni bitirib ish topa olmaydigan odamlar ko'payib ketadi. Nega unaqa bo'ladi? Chunki ularni ish bo'yicha tajribasi bo'lmaydi. TAF universitetida sizni o'qitishadi ham har hafta praktikaga yuborishadi. Ya'ni uni bitirganingizda tajribangiz allaqachon bo'ladi. Eng asosiy yangilik esa TAF universitetida siz ikkita diplomni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bittasi O'zbekistonniki, bittasi Malayziyaniki. Nega? Chunki ular Malayziya Lincoln University College bilan shartnoma tuzishdi va endi siz
turli formatlarda o'qisangiz bo'ladi. 2+2, 1+1 yoki 4+0. Yo'nalishlari IT, marketing, moliya, biznes va boshqalardan iborat bo'lib, darslar xalqaro standartlar bo'yicha xorijiy o'qituvchilar tomonidan olib boriladi. Lincoln University College QS World University Rankings'da 638-o'rinda turibdi. Osiyoda esa 196-o'rinda turar ekan. Texnoplovdan tavsiya sizga. Havola videoni ostida. Qarang, siz ekraningizda hozir Oregon ko'k tog'laridagi o'rmonni ko'rib turibsiz. Oddiy o'rmon, ha? Lekin aslida bu bitta yagona organizm uchun bir tarelka ovqat xolos desamchi. 90-yillarda mana shu o'rmonni daraxtlari o'lishni boshlagan. Olimlar sababini bilamiz deyishganda shokka tushiradigan haqiqatni topib olishgan. Daraxtlar kasallikdan o'lmagan, ularni jonini ichib olishni boshlashgan desak bo'ladi. Tanishing, mana bu Armillaria ostoya, laqabi maxluq qo'ziqorin. Uning hajmi 965 gektarni qoplagan. Solishtirish uchun bu 1665 ta futbol maydoni degani. Yerdagi eng katta jonivor deb hisoblanadigan ko'k kit buni oldida shunchaki akvariumda yashaydigan baliqchaday bo'lib qoladi. U yer ostida to'liq qorong'uda berkitilgan. Xuddi faqat kechasi yashaydigan yirtqich kabi yorug'likni ko'rmagan hech qachon. Yoshi 2400 yildan 8600 yilgacha taxmin qilinadi. Bu maxluq biz odamzod hali g'ildirakni o'ylab topmagan paytimizda paydo bo'lgan va ana o'shandan beri Oregon o'rmonini u yeb kelyapti. Biz biladigan va do'konlarda sotib oladigan qo'ziqorinlarimiz aslida qo'ziqorinni o'zi emas, uchinchiki uning mevasi desak bo'ladi. Haqiqiy organizm esa yer ostida ildizlarga o'xshagan iplardan iboratdir. Va mana shunaqa katta bir butun organizm har bir daraxtni ildizlarini teshib, yillar mobaynida yeb, kengayib kelmoqda. Qo'rqinchli. Bu hamma narsani, tarix mobaynida bo'lgan hamma narsani ko'rgan bir monster desak bo'ladi. Lekin hozir keyingi faktni aytaman, u mana shu maxluqni yanda ham qo'rqinchliroq qilib ko'rsatadi sizga. Bu monster muloqot qila oladi. Ujuz kinolariga sekin-sekin o'xshab ketyapti. Qanaqasiga? Hozirgi paytda mana shu maxluq ildizlarni chaynab turgan paytida butun o'rmon uchun internet vazifasini ham bajarib beradi desak bo'ladi. Faqat ularni internetida biznikiga o'xshab memlar, vaynlar va mushukchalarning videolari yo'q. Aksincha, u beshafqat biologik bozorni o'tkazish uchun tarmoq bo'lib xizmat qiladi. Mana shu tarmoqning nomi Wood Wide Web va unga yerdagi 90% o'simliklar ulangan. Masalan, agarda qandaydir parazitlar o'simliklarni yeyishni boshlasa, o'rmonni boshqa chekkasigacha kimyoviy signal yetib boradi va hali tegilmagan o'simliklar parazitlarga qarshi toksinlarni ishlab chiqarishni boshlaydi. Xuddi maktabda ustoz kelyapti deb bittasi baqirib qolsa, hamma darrov joy-joyiga o'tirib oladi-ku, bu ham mana shunaqa narsa. Mana shu signallarni esa qo'ziqorinlar o'tkazib beradi. Undan tashqari esa o'simliklarning ildizlari iloji boricha maksimum darajagacha o'sib bo'lgandan keyin atrofdagi fosforni ular ichib oladi. Keyin yangisini topish uchun qimirlay olmaydi, to'g'rimi? Qo'ziqorinning iplari esa yerni yangi joylarigacha o'sib bora oladi va natijada o'simliklarga yangi fosfor va azotni yetkazib berishni boshlaydi. Lekin bepulga emas. Qo'ziqorinlarga shakar kerak. Ular uni o'zi ishlab chiqara olmaydi. O'simliklar ishlab chiqara oladi. Natijada qo'ziqorin mana shu fosforni topib berayotgani uchun soliq sifatida o'simlikni 40% gacha shakarini o'ziga tortib oladi. Ammo agarda o'simlik yetarli darajada shakar bera olmasa, uni sekin tarmoqdan uzib, ochlikdan o'lishga majburlashadi. Haqiqiy loy kapitalizmi, mafiya. Soliq bermayapsanmi? Aytgancha mana kapitalizmda asosiy xavflardan biri bu hisoblarimizni buzib kirib, pullarimizni o'g'irlab ketishi mumkin bo'lgan hakerlar. To'g'rimi? Qo'ziqorindachi? Ularda hakerlar yo'q, chunki ularning o'zi haker va ular tirik organizmni xavfsizligini buzib kirib, mushaklarini va instinktlarni boshqara oladi. Last of Us o'yinini yoki serialini bilsangiz kerak. U yerda Ophiocordyceps degan qo'ziqorin o'zini parchalarini xuddi changga o'xshab tarqatib,
nafas yo'llari orqali odamlarni miyalariga kirib olib, ularni zombilarga aylantiradi. Zombilarga aylanganlar esa boshqa odamlarni tishlab, mana shu qo'ziqorini parchalari bilan ularni zaharlashadi. Zaharlanganlar esa natijada albatta boshqa zombilarga aylanib ketishgan. Mana shu usul orqali qo'ziqorin o'zini hududini kengaytirib, natijada yerni bosib oladi. Va bu fantastika emas. Bizni hayotimizda ham mana shunaqa bitta qo'ziqorin bor. Aytgancha, mana shu Last of Us seriali ilk marotaba o'zbek tilida ham chiqqan. Frame.uz uni professional dublyaj qilib, o'zini onlayn kinoteatrda joylashtirishgan. Hattoki Brigada ham u yerda o'zbek tilida bor va u hozir topdi. Va umuman boshqa kino, serial, animelar ham o'zbek, rus va original tilda mavjud ana o'sha yerda. Agarda nimadir yo'q bo'lsa, tarjima qilishga buyurtma ham bersangiz bo'ladi. Mana shu kinoni tarjima qilib yuboringlar deb. Bunaqasini hali ko'rmaganman. Endi diqqat, Texnoplov promokodi bo'yicha siz bitta kofeni narxini yarmiga 1 oylik obunani xarid qilishingiz mumkin. Promokodlar ko'p emas, o'shanga shoshib qolinglar. Aytgancha, hayotimda birinchi marta o'zbek tiliga o'girilgan kontentni senzurasiz kesmasdan qo'yishayotganini ko'rganman. Havola videoning ostida. Texnoplov promokodi esingizdan chiqmasin. Xullas, ana shu zombiga aylantira oladigan Ophiocordyceps qo'ziqorini Tailandda va Braziliyada o'sadi va u rostdan ham zombiga aylantiradi. Chumollarni. Oldin olimlar mana shu qo'ziqorin chumollarni miyasini egallab oladi deb o'ylashgan. Lekin sal vaqt o'tib, tadqiqotlar yanada qo'rqinchli tasvirni yuzaga keltirdi. Ophiocordyceps maqsadiga yetmagunicha miyani temay turar ekan. Uning iplari chumolni tanasini ichiga kirib, mushaklarni urab oladi va miyadan mana shu mushaklarni hammasini uzib qo'yib, xuddi qo'g'irchoqqa o'xshab uni o'zi boshqarishni boshlaydi. Bechora chumoli hammasini tushunib tursa ham qarshilik qila olmaydi va xuddi zombi kabi buyruqlarni bajaradi. Maqsad mana shu chumoli qo'ziqorinni daraxtlarni barglarigacha olib chiqishi kerak. Chiqishi bilan bargni bor kuchi bilan tishlashga majburlashadi uni va u boshqa hech qachon bu bargni qo'yib yubora olmaydi. Qo'ziqorin esa uni tanasini ichida sekin o'sib, barglarga va ularning ustidagi boshqa chumollarni ichiga o'tib oladi. Shunaqasiga u ham o'z hududini kengaytiradi desak bo'ladi. Chumollar uchun bu xuddiki hayotdagi Last of Us dek ko'rinsa kerak. G'irt o'sha ssenariy. Va darrov bilaman, boshingizga savol keldi. U faqat chumollarni zombiga aylantiradimi yoki yana kimgadir tishib o'tadimi? Tanishing, mana bu massa spora degan fungus. U sikada deb nomlanadigan uchadigan hasharotlarni tanasini orqa qismini yeb qo'yib, o'zini parchalari bilan to'ldiradi. Keyin esa qiz bola sikadalar kabi qanotlarini qimirlatishga majburlaydi, agarda o'g'il bola bo'lsa ham. Natijada erkak sikadalar zaharlangan hasharotga qo'shilish niyati bilan yopishib, o'zi ham zombiga aylanadi. Dahshati, qo'ziqorinlar qandaydir beshafqat, o'zini maqsadiga yetib olish uchun istalgan usullarni qo'llaydigan super geniyga o'xshaydi. Bunaqa usullarni o'zi o'ylab topish uchun qanaqadir zo'r ishlaydigan miya kerak, to'g'rimi? Faqat funguslarga, ya'ni qo'ziqorinlarga emas. Ularda miya yo'q. Texnoshpazlar. Siz mana shu payt, qanaqasiga u? Instinktlar asosida qimirlaydimi unda deb so'rashingiz mumkin. Hozir tushuntirib beraman hammasini. Mana bu Physarum polycephalum. Uni bir dona miya neyroni ham yo'q. Lekin 2010-yilda u eng aqlli muhandislarni ortda qoldirib ketdi. Yaponiyalik olimlar Tokio atrofidagi xaritaga qarashganda, qo'shni shaharlar qayerda joylashgan bo'lsa, xuddi shunaqasiga stol ustida turgan qo'ziqorinni atrofida non ushoqlarini qo'yib chiqishgan. Stolda yotgan fungus atigi 28 soat ichida Tokio metrosi bilan deyarli 100% bir xil bo'lgan yo'llarni o'zini tanasidan yasab chiqqan. Muhandislar bu yo'llarni shunaqa ko'rinishga keltirish uchun 80 yil sarflagan bo'lsa, qandaydir miyasi yo'q qo'ziqorin buni bir sutka ichida amalga oshirib tashlagan. Qanaqasiga? Nima bu?
Men bularni mahoratini bilganimdan keyin haqiqiy qo'rquvni his qildim desak bo'ladi. O'zi funguslar millionlab yillar davomida yashab kelayotgandan keyin bunaqa narsaga hayron bo'lmas ekansiz. Ular hattoki radiatsiyadan ham o'lmaydi aytgancha. Chernobilda AES portlaganini bilasiz. Natijada u hudud radiatsiya bilan to'la edi. Atrofda hamma narsa o'lib ketgan va tirik mavjudot u yerga borsa zaharlanib o'lishi mumkin bo'lgan. Ammo bir hayot turi u yerda hech nima bo'lmaganday gullab yashnavergan. 1991-yilda portlagan joyini robotga o'xshagan texnika bilan tekshirishganda devorlar qop-qora bo'lib mog'orlab yotgan ekan. Cryptococcus neoformans degan qo'ziqorin odamni bittada o'ldirib yuboradigan muhitda nafaqat tirik qolgan, u yerda gullab yashnashni boshlagan hattoki. Gap shundaki, o'simliklar mana quyoshdan fotosintez orqali qanday oziqlansa, ushbu qoravoy gamma nurlanishdan, ya'ni radiatsiyadan radiosintez orqali ovqatlangan va kattalashib boravergan sekin-sekin. Bugungi kunda NASA uni ustida tadqiqotlar o'tkazmoqda. Mana shu fungus 21 sm qalinlikda bo'lsa, u astronavtlarni va kosmik kemalarni kosmosni radiatsiyasidan juda uzoq vaqt mobaynida himoyalab tura oladi. Ya'ni mana shu qora tirik narsadan astronavtlarga kostyum tikishmoqchi. Kosmosga uchish uchun. Va u yerda radiatsiyadan oziqlanib, yana o'sishni davom etadi, tushunishim bo'yicha. Hech nimaga o'xshab ketmayaptimi? Mamnunmanki, olimlar buni yaxshilab o'rganib, keyin yo'lga qo'yishadi. Albatta, ishonamiz bu narsaga. Kim biladi, balki xuddi Venomni mana shu qora massa himoyalagani kabi bizni ham shunday himoyalar bu. Va balki suhbatlasha ham olar biz bilan Venomni kostyumi kabi. Andrew Adamski degan tadqiqotchi qo'ziqorinlarga elektrodlarni tiqib, ularning ichidagi bioelektrik impulslarni o'lchab ko'rib, analiz qilganida so'zlarni eslatadigan signallarni ajrata olgan. Albatta, odam so'zlarini emas, lekin muloqot qilish uchun ishlatilinadigan 50 ta so'zga o'xshagan signallarni aniqlaganman deb aytgan. Esingizdami, agarda parazitlar o'simliklarga yaqinlashsa, ular boshqa o'simliklarga signal yuboradi degan edim-ku, bu ham shunaqa muloqot. Lekin boshqa olimlar buni xato tushuncha deb inkor qilishgan. Ammo qo'ziqorinlar bir-biri bilan muloqot qila olishni emas, balki Andrew aynan qandaydir aniq so'zlarni topa olganini inkor qilishgan. Muloqot qobiliyati esa 100% haqiqat. Chunki funguslar o'z iplari orqali ma'lumot va signallarni bizni internetimizdan ham tezroq u yoqqa bu yoqqa yuborishadi. Ular sizni muhokama qilishadi. Tabiatda yurgan paytingizda oyoq ostida va hattoki ichingizda ham. Nima? Ichimizda qo'ziqorin paydo bo'lishi uchun bizni albatta qandaydir zaharlangan zombi tishlash kerak deb o'ylaganmisiz? 2022-yilda Nature jurnalida saraton mikrobiomi atlasi degan maqola chiqqan. Olimlar 17 mingta kasalni tekshirgandan keyin 35 ta saraton turidan kelib chiqqan o'simtalarning ichida funguslarni topishgan. O'simtalarning ichidagi bakteriyalar mana shu funguslar bilan sherikchilik asosida yashaydi. Chunki aynan qo'ziqorin saraton hujayralarini immunitetdan berkitadi va davoga yo'l qo'ymaydi. Agarda siz men saraton bilan kasal emasman-ku deb o'zingizni tinchlantirayotgan bo'lsangiz, menda siz uchun bitta fakt bor. Oddiy Candida albicans degan gribok bemalol ommaviy ishlatilgan dush, push, basseyn, saunalarda sizga o'tib qolishi mumkin. Masalan, oyoqdan yomon hid kelsa, qo'ziqoringa tekshirib ko'ring. Ko'pincha aynan shundan hid chiqadi. Agarda Candida albicans oshqozoningizga tushib qolsa, u miyangizga ta'sir ko'rsatib, kayfiyatingizni boshqaradi desak bo'ladi, qo'pol qilib aytganda. Agarda asabiylashayotgan bo'lsangiz, u siz o'zingiz asablashaman deb qaror qildingiz degani emas. Aynan o'sha oshqozoningizdagi Candida albicans sizga asablashasan degan bo'ladi. Lekin qo'ziqorinlarni yaxshilari ham bor albatta. Ba'zilarini biz hattoki yeymiz ham. Ularni hech qanday yomon ta'siri yo'q. Ba'zilarini esa McMaster universitetining olimlari davoliy deb ham topishdi. Mana shu davoliylarni ichida topilgan buterolaktol A molekulasida haligi yomon qo'ziqorinlarni himoyasini buza oladigan xususiyatlar aniqlangan. Bu degani biz yaqinda qo'ziqorinlarga qarshi boshqa qo'ziqorinlarni ishlatishni boshlaymiz. Chunki ular bu yerda bizdan oldin bo'lgan va ko'payishni davom etyapti.
ularni qadimdan biologik interneti, bozori, miyasiz muhandislari hamda tirik mavjudotlarning ustidan kontroli bor. Biz, odamzod, ularga nisbatan juda ham yoshmiz. Shuning uchun biz ularni o'rganishni davom etishimiz kerak. Aks holda kim biladi? Yana ularni cheksiz o'sishi uchun o'g'it bo'lib qolmaylik asrlardan so'ng. Shuning uchun keyingi safar oyoq ostingizda qo'ziqorinni ko'rib qolsangiz, bitta faktni unutmang. Ular sizni kuzatib, muhokama qilib turishibdi. Siz Texnoplov kanalida edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.